Qancha oylik oldingiz? Ta 150 mingga kadar aylık aldı. 150 minggacha oylik beryapti. Ha, beryapti. Oylar Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpoq hamma joydan ishchilar bor, mana ishlayapti. 120 mingdan to 170 minggacha bachchalar olyapti. Agar sizlar manalik sohasida ishlayotgan bo'lsalaringiz, oyliklaringiz qancha sizlarning? Puldan aldamaydi. Oyiga shu bo'lmadim deganda o'rtacha sredni olgan oyliklar 130 ming, 140 ming atrofida olyapti bolalar. Ertalab tanalari zo'r, 3 mahal ovqati bor, issiq ovqati. Erta Xorazmlik patchiklarimizga nima deysiz? Kelinglar shu yerga. Bir nima deydi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda aziz aka-ukalar. Mana bugun biz Stroykaga kelganmiz Moskva shahrida. Shu Stroykada ishlaydigan akalarimiz bir oyda qancha oylik olishadi va ularning oylik rasvodi qanday va yashash sharoitlari qanday, shular haqida sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Aziz aka-ukalar, video oldidan aytib o'tayin, ish bo'yicha telefon qilmangizlar, nomer qoldirmaymiz. Prosta для интересda sizlarga video ko'rsatib o'tamiz. Agar shu manalda ishlaydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, sizlar bir oyda qancha oylik topasizlar va oyliklaringiz qanday? Shuni kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Biz sizlarga hozir tepaga chiqib tonni video qilib ko'rsatib o'tamiz. Ha, videoni oxirigacha kuzatib boringizlar, biz sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Mana hurmatli obunachilar, tepaga ham chiqib keldik. Qo'ldan kelgancha shu bachchalar ishlayapti shu yerda. Qo'ldan kelgancha video qilamiz. Ha, videoga bittadan like bosingizlar. Yana bir marta aytaman, bu ish bo'yicha video bo'layotgan yo'q. Ish deb telefon qilmangizlar. Bizning bu obyektlarimizga ponni odam to'lib bo'lgan. Prosta для интересный video qilyapmiz. Siz? Aka qayerdansiz? O'zbekiston, Surxondaryo. Surxondaryo? Shu Manalikda qancha vaqtdan beri ishlab kelyapsiz? Manalikda bir 3 oy bo'ldi. 3 oydan beri ishlab kelyapti ekan. Oyliklar qanday bo'lyapti? Oylik bo'lardi ozgina mana. Sredniy oylik qanchadan chiqyapti? Sredniy oylik 120 ming. 120 ming sredniy oylik. Ha. Eng zo'ri qancha bo'ldi? Endi bilmayman, hali eng zo'rini bolalardan so'raymiz. Hali endi 3 oy bo'ldi, olyapti sredniy normal nima deydi 140 150 degandek. 140 150 ha? Ha. Gabi aka, sizga ham kattakon rahmat. Ishini Assalomu alaykum. Bo'ladi, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Kim bir qo'lingizni olaylik. Aka qayerdansiz? Tojikistondan. Tojikiston qayeridan? Nohiya Jilikul. Nohiya Jilikuldan ekan. Aka qancha vaqtdan beri manalik sohasida ishlab kelyapsiz? 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Oyliklar qanday bo'lyapti? Aylık bo'ladi, yaxshi zo'r. Ishlasa bo'ladi. Qancha oylik oldingiz? Ta 150 mingga kadar aylık aldı. 150 minggacha oylik beryapti. Ha, beryapti. Oyliklarda bilan aldov, zadishka degan narsa bormi? Yo'q, undan yo'q. Unday narsa yo'q-a? Yo'q. Yo'q aka, sizga kattakon rahmat. Gazini bosingizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ikki qon qo'lingizni bir olaylik. Zo'rmisiz? Qayerdansiz? Xorazmdan. Xorazmdan. Xorazmlik patchiklarimizga nima deysiz? Kelinglar shu yerga. Bir nima deydi? Bo'lib tashib ketinglar. Shu nima deydi? Bir to'y qilaman deganlar, uy qilaman deganlarga shu masala shu yerga kelib yaxshi aldamaydi pullariga, ishonchli. Puliga javob. Puliga so'mcha, xudo xolasa olib turibmiz, yaxshi. Oylik qanchadan olyapsizlar? Endi oylik xudo xolasa obim yaxshi qilyapti mana, bo'lyapti. Normalniy Eng kam oylik qanchadan chiqyapti? eng kam shu 140. 140 ming ha? Ha. Mana aziz aka-ukalar, shu Manalikda sizlar qanchadan ishlayapsizlar? Eng kam mana shu 120 mingdan to 170 minggacha bachchalar olyapti. Agar sizlar manalik sohasida ishlayotgan bo'lsalaringiz, oyliklaringiz qancha sizlarning? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qayerdansiz? Qashqadaryodan? Qancha vaqt bo'ldi manalikda ishlayapsiz? Ancha yildan beri ishlayman, burasi berganda yaqinda keldim. Yaqinda keldingiz-a? Ha, oylikka chiqqansiz yo'q. Yo'q, oylik chiqmadim. Men do'stim ishlaydi, o'shan. Ha. Gap yo'q aka. Rahmat. Assalomu alaykum. Biroq yaxshimisiz? Bo'ladi, zo'ra. Aka, mana kamera ketyapti.
Qayerdansiz? Qoraqalpog'istonda. Qoraqalpog'istondan. Mana ko'ryapsizlar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpoq hamma joydan ishchilar bor, mana ishlayapti. Mana shu sohada qancha vaqtdan beri ishlab kelyapsiz? Bir 10 sene 10 yil bo'lib qoldi. 10 yildan beri manal sohasida. Oyliklar qanday bo'lyapti? Endi bu yerga yangi keldik endi, men aytamanmi? Yangi keldingiz. Ha, oylik olmadim men. Oylikka chiqqansiz yo'q. Yo'q, endi. Shu manalda ishlaydigan akalaringizga nima deb qolasiz? Kelaversa ishlayversa. Toza havoda. Mana ko'ryapsizlar. Hozir 20, mumkin 20-etaja ketyapti bu ob'ekt. Moskvani mana hamma joyini tomosha qilishingiz mumkin. Kim qani? Assalomu alaykum. Biroq qandaysiz? Zo'rmisiz? Gapirmaydi nimagadir. Hurmatli obunachilar, mana Stalovoyga ham keldik. Shu Povur akadan so'raymiz. Povur aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamaysiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. Qandaysiz, biroq? Yaxshi, rahmat. Zo'rmisiz? Alhamdulillah. Aka qayerdansiz? Men Surxondaryodanman. Surxondaryodan. Mana shu yerga kelib ishlaganman. 4 oydan beri ishlayman power bo'lib. Aha. Başta 65 ta odamga ovqat pishiraman 2 brigadaga. Aha. Yoqimli Sharoitlar zo'r. Sharoitlar zo'r. Puldan aldamaydi. Oyiga shu bo'lmadim deganda o'rtacha sredniy olgan oyliklar 130 ming, 140 ming atrofida olyapti bolalar. Ertalabki tanalari zo'r, 3 mahal ovqati bor, issiq ovqati. Ertalab obedga kechqurun ovqatlari qanday bo'lyapti? Ertalabki ovqati ikkitadan tuxum, varini, moloko, sirishli masla beriladi. Issiq choy, shakargacha beriladi. Choy ichadi bolalar. Obedga osh, akaram palov, har xil ovqat qilinadi, bir xil ovqat qilinmaydi. Obedga bolalar choyini ichadi. 1 soat dami bor. Sharoit zo'r. Va ovqatdan biron jalva palva yo'q. Yo'q, jalva yo'q. Masalan, biz buyurtma qilamiz, brigadirlar kattaga buyurtma qilamiz, har haftasiga yozamiz. Nima yozsak, o'sha narsani bizga yetkazib keladi bolalar uchun. Aha. Tanlarda umuman muammo yo'q. Bolalarga yetarlicha narsa bor. Xolos, bachalar davol. Oling, hammasi cho'tka. Ish soatlari qanday bo'lyapti? Tepada chiqdim, bachalardan so'rashga ana bo'lmadi, ko'p uyaldi. Soati zo'r. 8 ga chiqadi bolalar. Aha. 7 qitlar razut bo'ladi, yig'ilish bo'ladi. Ish bilan aytiladi, nima ish qilishini ertalab har kuni chiqadi ishga. Abitda soat 1 ga keladi abitga. 1 dan 2 gacha abit. Xolos, Bizda soat ikkigacha obed. 8 dan 8 gacha. 8 dan 8 gacha ish abit vaqti. bo'ladi. Ish vaqti. Ko'ringlar. Yo'q aka, sizga ham kattakon rahmat. Kelib turing. Sog' bo'ling. Obunachilarga salom aytib qo'yamiz. Bizning podpischilarga ham Mana shularga kelib ishlangizlar. Puldan aldanmaydi hech qachon. Pul joy-joyida beriladi hammasi. Naqd aldash yo'q. Tanalar zo'r, yotoqxonalar zo'r. Hech kim anaqa kamchilik bermaydi. Kelgandan forma bilan, oyoq men polni ish bilan ta'minlab, yotoqxonani ta'minlaydi. Dokumentlarga chiqib beradi mana shu yerda. Mana shu yerda 4 oydan beri ishlayman. Hozircha 150 ming, 160 ming pul olaman oyiga. yo'q aka. Cho'tka. Rahmat. Sog' Kelib bo'ling. turing.